Bismillahirrohmanirrohim. Bugungi darsimizda Mulk surasining 25-oyatidan 30-oyatgacha o'rganamiz. Mulk surasi o'zi 30 oyatdan iborat. Bugungi darsda Mulk surasi yakunlanadi. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Va yaquluna bu yerda vov bilan boshlanyapti. Vov harfi yumshoq talaffuz qilinadi, lablarni oldinga cho'chchaytirib chiqarib, ya'ni tepa tish pastki labga yopishmaydi. Va yaqu qofning usi cho'ziladi hamda keyingi lomning ham usi cho'ziladi. Va yaquluna mata ta'dan keyin mad harfi, ya'ni cho'zish belgisi kelyapti. Bu ya ko'rinishidagi alif, bu yerdagi ani cho'zamiz. Mata va yaquluna mata hada. Hada cho'zamiz, mad belgisi. Keyin za chuchuk z, hada. Ulab ketilganda bu yerdagi aliflar o'qilmaydi. Aslida ha, za deb o'qilish kerak, lekin bu yerda alif lom kelayotganligi uchun mana bu mad ishlamaydi. Ha, zal deb lomga ulanadi. Ha, zal lomni ozgina ushlab turamiz. Ha, zal wa'du. Ha, zal wa'du. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ. Davom etamiz. Bu yerda ixfo bo'ladi. Nunni ozgina yashirish kerak, chunki undan keyin kaf harfi kelyapti. Kaf harfi ixfo harflaridan biri. Undan keyin k, u, ku, n. Yana nun bu yerda yashil, xuddi shunday bu yerda ham ixfo qilinadi, ya'ni nunni ozgina yashiramiz. Keyin t, u, m. Mimda sukun. In kuntum. Nunni ozgina yashirib o'qish kerak. In kuntum qilib nunni bildirib qo'ymang. Ixfo qoidasi shunaqa. In kuntum. متى هذا الوعد إن كنتم. هذا الوعد إن كنتم. Mim bildiriladi, undan keyin sot kelyapti. In kuntum. So cho'ziladi. So harfi o'ziga xos yo'g'on harflardan. So ozgina cho'zamiz. Qin. Shu yerda oyatni oxiri nunni vaqf qilamiz, qofning isini cho'zamiz. Sodiqin. In kuntum sodiqin. Oyatni boshdan o'qiyman. Va yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum sadiqin. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. 25-oyat tugadi. Keyingi oyat. Qul. Q, u, l, lom sukun. Lomda ozgina ushlab turiladi, o'zi mana bu yerda ham o'qigandik. Qul innama. Nunni ushlab turamiz, tashdid bo'lyapti. Keyin ma'ning asi aslida cho'zilishi kerak, lekin undan keyin alif lom kelyapti. O'zi maddan keyin hamza kelsa, umuman olganda alif lom kelsa, mad ishlamaydi. Innamal lom ushlab turiladi. Ilmu bu yerda ham ozgina ushlab turiladi. Qul innamal ilmu. Qul innamal ilmu deb talaffuz qilmang. Mana bu yerda shunaqa xatoga yo'l qo'yiladi. Odatda Mulk surasini
bu oyatlar juda ham mashhur. Ko'p eshitib qolganman. Innamal ilmu qilib bu yerda mat qilib yuborishadi. Bu xato. Qul innamal ilmu. Mani usini ham cho'zib qo'ymaysiz. Qul innamal ilmu. Davom etamiz. Inda. Ayn harfi i bilan keyin nun ixfo bo'lyapti. Ozgina yashiramiz. Inda. Keyin Alloh lafzi. Alloh lafzi tafhim bo'lyapti. Yo'g'on o'qilishi kerak. Mana bu yerdagi lomda tashdid turibdi. Uning ustida a va Alloh lafzidan oldin fatha kelsa, ya'ni a kelsa, Alloh lafzi yo'g'on o'qiladi. Shunda indallohi indallahi deb o'qilmaslik kerak. Indallohi. Bu yerda lomni yo'g'on qilib o'qish, ya'ni tafhim qilish boshlang'ichda murakkabroq tuyulishi mumkin, ko'proq eshitish kerak. Indallohi degan talaffuzni chiqarish uchun. Indallohi. Qul innamal ilmu indallohi. Qul innamal ilmu indallohi. Va innama. Nunni ushlab turamiz. Tashdid bo'lyapti. Undan keyin mim a, keyin qizil bilan alohida belgilab qo'ygan. Bu yerda cho'zish kerak. Mad munfasil bo'lyapti. Va innama deb mana bu yerdagi mimning asi ko'proq cho'ziladi. 2 harakatdan 4 harakatgacha cho'zish joiz. Va innama ana. Mana bu yerda nundan keyin nunni ustida a turibdi, keyin alif kelyapti. Alifning ustida dumaloq belgi bor. Bu belgi cho'zmaslikni ifodalaydi. Ana deb cho'zib qo'ymang. Ana. Ya'ni bu yerda mat qoidasiga to'g'ri kelayotgan bo'lsa ham ana so'zida cho'zilmaydi. Ana. Va innama ana. Va innama ana nadhirun. The chuchuk z harakat i cho'ziladi. Ro tafhim qilinadi, yo'g'onlashtiriladi. Uning tanvini mana bu ikkita u mimga qo'shiladi va mim ikkita qilinadi. Nadhirum mubin. Nadhirum mubin. Mimni ushlab turamiz. Ba'ning isini cho'zamiz. Nunni sukun qilamiz oyatning oxiri bo'lganligi uchun. Va innama ana nadhirum mubin. Va innama ana nadhirum mubin. Oyatni boshdan o'qiyman. Qul innamal ilmu indallohi va innama ana nadhirum mubin. Qul innamal ilmu indallohi va innama ana nadhirum mubin. 26-oyat tugadi. Keyingi oyat. 27-oyat. Falamma mimni ushlab turamiz, tashdid hamda asini cho'zamiz. Falamma ra'awhu. Ro tafhim yo'g'onlashtiriladi, keyin ani alohida ajratish kerak. Ra'awhu. Va'ni o'zbekcha v qilmang. Va emas, ya'ni tepa tish pastkilarga yopishmaydi. Va bo'lish kerak. Ra'awhu. Ingliz tilidagi w dek. Ra'awhu. Falamma ra'awhu zulfatan. Z jarangdor
lomni ozgina ushlab turamiz. Fa, tan, ta'da tanvin ixfo bo'lyapti. Ozgina yashiramiz. Zulfatansi, zulfatansi. Bu yerda sa harfi i bilan kelyapti. I'ni cho'zamiz. E'tibor bering, ya harfini qizil bilan ustida belgicha qo'ygan. Bu a emas, ya'ni fatha emas, bu mad belgisi. Ya'ni mana bu saning isini cho'zgin, ko'proq cho'zgin, chunki mana bu yerda hamza kelyapti. Maddan keyin hamza kelib, ikkalasi bitta so'zda kelsa, mad muttasil deyiladi, ya'ni yopishgan mad deyiladi. Bu yerda 4 harakat cho'zish shart bo'ladi. Si'at, si'at bo'lib talaffuz qilinadi. Mana bu yerda ani alohida aytamiz. O'zi umuman olganda hamza kelganda hamzaning harakati alohida aytiladi har doim. Ta harfi talaffuz jihatidan eshitsangiz so'nib portlaydi. Talaffuz jihatdan men qanaqadir qoidaviy jihatdan aytmayapman, ya'ni at bo'lish kerak. Zulfatan si'at, zulfatan si'at. فلما رأوه زلفة سيئت. Davomida vujuhu, vujuhu. Va mana bu yerda tushuntirganimizdek, jim harfi yo'g'on, o'zbekcha emas, j emas, ju, ju. Vujuhu. Jimning usi cho'ziladi. Vujuhu. Haning usini mana bu yerdagi lomga ulaymiz. Lom tashdid bo'lyapti. Vujuhul ladina. Lomda a kelyapti hamda za chuchuk i bilan. Vujuhul ladina. Vujuhul ladina. Vujuhul ladina. Zulfatan si'at wujuhul ladhina kafaru, kafaru. Roni yo'g'onlashtiramiz, usini cho'zamiz. Mana bu alif o'qilmaydi, buni o'qib ham bo'lmaydi. Bu yerda mad bo'lyapti. Kafaru, kafaru. Va qila. Qofning isi cho'ziladi. Va qila. Kafaru va qila. Hada. Bunaqa so'zlarni, bunaqa birikmalarni ko'p o'qidik. Hadallazi, hadallazi. Ha cho'ziladi, za chuchuk hamda lomga ulanadi, lom ushlab turiladi, keyingi za ham cho'ziladi, bu ham chuchuk. Hadallazi kuntum. Bu yerda bu so'z yakka o'qilsa shunaqa o'qiladi, lekin undan keyin ba kelayotganligi uchun mana bu mimni yashiramiz. Bu yerdagi nun ham yashiriladi. Kuntum bihi. Bu yerdagi ha harfining harakati ham cho'ziladi. Bu yerda nun yashirilyapti, mim yashirilyapti. Mim sukun bo'lib undan keyin ba kelsa, ixfo shafaviya bo'ladi. Umuman mim yashiriladi. Keyin haning isi bu yerda cho'ziladi. Maddus silatu sug'ro degan qoida bor. Kuntum bihi, kuntum bihi tadda'un, tadda'un. Da tashdid qilinadi, aynning o'zi cho'ziladi, nun sukun qilinadi oyatning oxiri bo'lganligi uchun. هذا الذي كنتم به تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. oyatni boshdan o'qiyman. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. Shu yerda nafasingiz to'xtab qolishi mumkin, ya'ni yetmay qolishi mumkin, to'xtashingiz mumkin. To'xtagandan keyin mana bu yerdan davom ettirasiz.
Ya'ni vujuhul lazina kafaru deganda nafasingiz to'xtab qoladi, yetmay qoladi, katta ehtimolli. To'xtaysiz, keyin vujuhudan boshlab davom ettirasiz. Vujuhul lazina kafaru va qila hadzal lazi kuntum bihi tad'un. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Oyat tugadi, keyingisi. Qul aro aytum. Ro tafhim qilinadi. Bu yerdagi a'larni bitta qilib yubormang. Bu yerda 3 ta a turibdi. Roning a'si o qilinadi. Aro aytum. Yada ushlab turamiz, sukun bo'lyapti. Mimda ham ushlab turiladi. Qul ara'aytum in ahlakaniya قل أرأيتم إن أهلكني in nun aniq bildiriladi, izhor bo'lyapti. Ha'ni yengil talaffuz qilamiz. Xo, xa yoki ha bo'lib qolmasin. In ahlakaniya. Mana bu ya ustida a turibdi, mana bu nun ostida i. Ahlakaniya ani Alloh lafziga ulaymiz. Bu yerda tafhim bo'ladi. Alloh lafzi yo'g'onlashtiriladi. In ahlakaniyallohu. إن أهلكني الله. قل أرأيتم إن أهلكني الله. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن nunni mimning ichiga kirgizamiz. Shuning uchun och kulrang qilib qo'ygan. Mimni ikkita qilamiz, tashdid. Va man ma'iya. Bu ya harfi nuqtasi bo'lmasa ham ya deb o'qiladi. Va man ma'iya. Bu yerda va man ma'iya qilib nunni bildirmang. Nun bildirilmaydi. Va man ma'iya. Qul ara'aytum in ahlakaniyallohu va man ma'iya. Aw rahimana. Ro tafhim qilinadi. Vovni v qilib qo'ymaslik kerak. Yumshoq. Aw rahimana. Ha halqumning o'rtasidan sirpanib chiqadi. Nunning asi cho'ziladi. Aw rahimana. Famay. Mana bu yerda nunni o'qimaymiz. Idg'om bo'lyapti bu yerdagidek. Ya harfining ichiga kirgizamiz, ya'ni ikkita qilamiz, ya'ni nunni yaga aylantiramiz. Famayyu. Bu yerda tashdid qo'yilmagan, lekin mana bu idg'om ekanligidan bilib olsa bo'ladi. Birinchi ya o'qiladi. Yu, ya'ni tepadagi harf va birinchi harakat, pastdagi harf va ikkinchi harakat o'qiladi so'zda. Mana bu yaning nuqtasi. Yudiru. Bunisi ja ostida i turibdi. I'ni cho'zamiz, roni tafhim qilamiz, yo'g'onlashtiramiz va lomga ulab ketamiz. Famayudirul. Lomni ushlab turiladi, ka ning asi cho'ziladi. Famayudirul kafirina. Fada i fi rina. Roni roi bilan kelyapti. Bu yerda tafhim bo'lmaydi, yengil o'qiladi. Tarqiq bo'ladi.
فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ kafirina qilib roni yo'g'onlashtirib qo'ymang. Ro harfi a yoki u bilan kelsagina yo'g'onlashtiriladi. Va uning o'ziga xos qoidalari bor. Boshlang'ich arab tilining birinchi bo'limi ro darsini ko'rib olsangiz batafsil tushunasiz. فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ nun bildiriladi aniq. Bu yerda hech qanday haligi g'ayritabiiy qoida yo'q. Min azabin zani chuchuk talaffuz qilamiz, chuchuk zal hamda harakat cho'ziladi. Min azabin alim. Min azabin alim. Lomning esi cho'ziladi, mim sukun qilinadi vaqfga ko'ra oxirida oyatning oxiri bo'lganligi uchun. فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ 28-oyatni qayta o'qiyman. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا Shu yerda to'xtashingiz mumkin. O'zi nafasingiz yetsa bir martada o'qing, lekin nafasingiz yetmay qoladi. Shu yerda to'xtaysiz va yana vovdan davom ettirasiz. وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ degan oyat. Ushbu oyat tugadi, keyingisi. Qul huwa ar-Rahmanu. Bu so'zlarni ko'p o'qidik. Huvani asini ar-Rahmanga ulaymiz, roni ikkita qilamiz, tafhim qilamiz. Hani sirpantiramiz, halqumni o'rtasidan sirpanib chiqadi. Mimning asi cho'ziladi. Ar-Rahmanu. Qul huwa ar-Rahmanu. Qul huwa ar-Rahmanu. Amanna. Bu yerda hamzada kelyapti. Ani cho'zamiz, mad bo'lyapti. Mannada nunni tashdid qilamiz va u ham cho'ziladi mad harfi kelayotganligi uchun. Amanna. Qul huwa ar-Rahmanu amanna bihi. Bu yerda haning esi cho'ziladi, mana bu yerdagidek. Bihi va alayhi va alayhi. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. Bu yerda vov nima qo'pol emas, va emas, va deb talaffuz qilinadi. Mana bu kaf harfi, kafni tashdid qilamiz. Lom harfi kelyapti, lomni sukun qilamiz. Nun va nunni asi bor, uni cho'zamiz. Tavakkalna deb to'xtaymiz. Bu yerda to'xtash belgisi. Qul huvar-Rahmanu amanna bihi va alayhi tawakkalna. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون mimning usi cho'ziladi, boshqa qoida yo'q. فستعلمون man
nun aniq bildiriladi. Huwa, man huwa fi, faning isi cho'ziladi. Fasata'lamuna man huwa fi, fasata'lamuna man huwa fi. Do, lalim, dolalim. Dod harfi lomning asi cho'ziladi bu yerda. Dolalim. Keyin lomning isi mana bu yerdagi tanvin mimga aylantiriladi, idg'om bo'lyapti. Dolalim mubin. Mimni ikkita qilamiz, ushlab turamiz, baning isini cho'zamiz, nunni sukun qilamiz oyatning oxiri. فستعلمون من هو في ضلال مبين. فستعلمون من هو في ضلال مبين. oyatni boshdan o'qiyman. 29-oyat tugadi. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. Oyat tugadi. Keyingisi Mulk surasining oxirgi oyati 30-oyat. Qul ara'aytum. Qul ara'aytum mana bu yerdagidek mana. Qul ara'aytum deb bu yerda ham o'qidik. Bu yerda yana in bor, bu yerda ham in bor. E'tibor bering. Qul ara'aytum in. Xuddi mana bu yerdagi o'qiganimizdek a. Bu hamzani harakatini alohida ajratib aytamiz. Ya'ni ushlab turamiz, mimni bildiramiz. Inni aniq, ya'ni nunni bildiramiz. Qul ara'aytum in. Qul ara'aytum in asbaha. Asbaha. Sod sukun bo'lyapti, o'ziga xos. Baha, ha halqumni o'rtasidan sirpanib chiqadi. Ha, xo bo'lib qolmasin. Asbaha, ha. Qul ara'aytum in asbaha. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum. Ma'ni asini cho'zamiz. Mad muttasil bo'lyapti. Mana bu vov emas, bu hamza. Vovning ustida hamza kelganligi uchun bu ya'ni hamza deyiladi. O'zi vovni umuman aralashtirmaysiz bu yerda. U o'qiladi xolos. Kum. Ma'ukum. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum. In asbaha ma'ukum. G'awran. 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 G'av bo'lib qolmasin. Ro yo'g'on talaffuz qilinadi, keyin uning tanvini ixfa qilinadi. G'awran famay. G'awran famay. Famayya. Nunni ya'ni ichiga kirgizamiz, ya'ni ikkita qilamiz. G'awran famayya. Bu yerda tutuq belgisidek talaffuz qilinadi. Hamza sukun bilan kelganda shunaqa talaffuz qilinardi. G'awran famayya tikum. Bu yerda mimni o'qimaymiz. Bu yerda mimni yashiramiz. Famayya tikum bi. G'awran famayya tikum bima'im. E'tibor bering, ketma-ket qoidalar kelmoqda. Har bir so'zning oxirida qoida bor. Mana bu yerda ixfo bor, nunni yashirish kerak. Bu yerda idg'om bor, nunni ya'ni ichiga kirgizish kerak. Bu yerda ixfo shafaviyya bor, mimni baning ichiga kirgizib, mimni yashirib o'qish kerak. Bu yerda bu oxir emas u. Bu yerda mad muttasil bor. Mana bu yerda ani cho'zish kerak. Hamzada idg'om bor. Mimni ikkita qilib o'qish kerak, nunni bildirmaslik kerak. Keyin oxirida vaqfga ko'ra sukun.
to'xtaladi. Mana bu yerdagi mim keyingi bismillahir rohmanir rohimga ulab ketsangiz, iqlob qoidasi deyiladi. U shart emas, uni bilishingiz. Ulab ketmaysiz. In asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. غورا فمن يأتيكم بماء معين. Oyat tugadi, boshdan o'qiymiz. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Nafasingiz yetmasa, mana bu yerda faman ya'tikumda to'xtab, faman ya'tikum so'zini oxirida to'xtab, keyin famandan boshlab o'qisangiz bo'ladi. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum deb to'xtaysiz. Keyin faman ya'tikum bima'in ma'in deb davom ettirasiz. Yana bir marta o'qiyman. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Keyin shu yerda bitta narsani yodda tutish kerak. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين degan oyatdan keyin Allohu robbuna va huva robbul alamin deb qo'yish kerak. Namozda bo'lsangiz aytmaysiz, lekin umuman eshitsangiz namozdan tashqari holatda yoki qiroat qilayotgan bo'lsangiz shu narsani aytib qo'ying. Chunki bu yerda ma'nosi bor. Ayt, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo buyurib, ey Muhammad aytinglarchi, agar suvlaringiz ma'ukum g'ovron yerga singib ketsa, in asbaha ma'ukum g'ovron, agar suvlaringiz yerga singib ketsa, ya'ni suvsiz qolib ketsangiz, agar suvlaringiz yerga singib ketsa, in asbaha ma'ukum g'ovron faman ya'tikum, kim keltiradi? Bima'in ma'in, osongina topiladigan suvlarni kim keltiradi? Yoki faman ya'tikum bima'in ma'in, oqar suvlarni sizlarga kim keltiradi? Kim keltira oladi degan ma'no bor. Ya'ni ey Muhammad aytinglarchi, xabar beringizchi, agar suvlaringiz yerga singib ketsa, qurib ketsa, sizlarga oqar suvlarni, osongina topiladigan suvlarni kim keltiradi? Aytinglar shuni deb aytgin, deyapti Alloh taolo Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ya'ni shu ma'no bo'lganligi uchun Allohu robbuna, ya'ni suvlarni Alloh Robbimiz va huva robbul alamin, Robbimiz Alloh keltiradi va holanki u olamlarning Robbisidir deb qo'yish kerak bo'ladi. Buni arabcha ayta olmasangiz o'zbekcha aytib qo'ying yoki qalbingizdan o'tkazib qo'yasiz. Allohu robbuna va huva robbul alamin. Bugungi darsni boshidan o'qib beraman. Astag'izu billah. Va yaquluna mata hadzal va'du in kuntum sodiqin. Qul innamal ilmu indallahi va innama ana nadhirun mubin. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا وهو رب العالمين. Mulk surasi shu yerda yakunlanadi. Mulk surasi 30 oyatdan iborat. Alhamdulillahi robbil alamin. Mulk surasini yakunladik. Agar siz birinchi bo'lib bu videoni ochgan bo'lsangiz, YouTube kanalimizda alohida Mulk surasi degan playlist bor, ya'ni bo'lim bor. O'sha yerga kirsangiz, Mulk surasining 1-oyatidan 30-oyatigacha bo'lgan darslar joylangan. Darslarimizni tarqatishda bizga yordamchi bo'ling. YouTube'da izohlar qismida o'z fikrlaringizni ko'proq bildirsangiz, darslarimizni YouTube algoritmi o'zi insonlarga ko'proq tavsiya qiladi. Ko'proq izohlar qoldirishingizni iltimos qilgan bo'lardim. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.